Venesuelaning Zo'ngtongi Maduroni tutib ketgandan keyin bu davlatning pay cheki tez suratda o'sib 1600 nuqtadan 2600 nuqtaga chiqqan. Xalq ko'chaga chiqib tabriklashgan. O'xshab ketadigan ish bir necha kun burun Eronda yuz beryotidi. Eronning eng yuqori huquqliq dahiysi Xameniy o'ldirilgandan keyin Eronliklarmi uning haykalini og'dirib tabriklashdi. Nima uchun bu huquqdorlar shuncha uzun yil huquq tutibmi xalqning himoyasiga erisholmaydi? Biz burun har qaysi davlatlarning iqtisodini so'zlagan chaqda Eron kam qolgan. Bu qitim urushning bahonasida Eronning iqtisodini tushunib yetaylik. Qenamsa oltin barmoqlaringlar harakat ko'rsin. Boshlab ketdik. Birinchi oyning 4-chi kuni Angliya Times gazeti bir cho'ng xabar nashkorladi. Xabarda bundoq deyilgan: Eronning 86 yoshlik eng yuqori huquqliq dahiysi Xameniy o'zining B-planini maxfiy tuzib chiqqan. U hokimiyat gumron bo'lishdan burun oilasidagilarni va eng ishonchli 20 odamini elib Rossiyaning yordamida Moskvaga qochmoqchi bo'lgan. Uning billa elib mangdig'ini faqat yaqin yo'riqlar emas, diniy fondning 95 milliard Amerika dollari mablag'i. Eronning neft zapsi dunyo bo'yicha 4-chi o'rinda turadi. Tabiiy gaz zapsi bo'lsa 2-chi o'rinda turadi. Lekin shuncha ko'p boylikni besib yotgan Eron nachar iqtisodiy sababidan xalqlarni ko'chib chiqarib qo'yapti. Amerika qarshi turadigan, Eronni qo'llaydiganlar buning sababini Amerikaning iqtisodiy jazosiga artadi. Lekin biz Eronning 45 yildan buyon iqtisodiy siyosati va boylik taqsimlash logikasini tahlil qilsak, Eronning ichki dahiysi Xomeniy bilan Xameniy hokimiyatining bu davlatning asos qatlam xalqining boyligini qanday usulda o'rab tugatganligini aniq bila olamiz. Dünya Bankasının sonliq ma'lumotiga asoslanganda 1976-yili, ya'ni Islom inqilobi portlash 3 yil burun Eronning kishi bashi to'g'ri keladigan o'rtacha GDP'si 2300 dollarga yetgan. Bu son hozir ansoq ko'p emas, lekin u 1973-yili o'xshash yili Koreyaning 800 dollar bo'lgan. Bizning davlatimizning taxminan 160 dollar atrofida edi. Selishtirishdan keyin shu chog'dagi 2300 dollarning qanchalik ekanligini his qilib bo'ladi. Bu chog'da Eron pasporti bilan vizasizlar Yevropadagi ko'p davlatlarga bog'il bo'ladi. Tehron O'rta Sharqdagi Parij deb nomlagan edi. Bu chog'dagi Eronning nishoni Yaponiyaning oqsida turadigan Osiyodagi kuchli sanoat davlatiga aylanish bo'lgan. Halbuki oradan 45 yil o'tib, Eronning 1.420.000 reali 1 dollarga yaraydiganligi kelib qoldi. Xalqaro pul fondi tashkilotining o'lchami bo'yicha realning setilish kuchi 65% tövallab ketdi. Hozir Eronning kishi bashi to'g'ri keladigan o'rtacha GDP'si aran 1500 dollar. Bu Erondagi huquqdorlar qatlami pulab ko'ptirib yasab chiqqan son bo'lib qolmay, o'ttirchilib etilgan. Fuqarolarning yillik kirimi amaliyotda 1000 dollarga bormaydi. Eron islom inqilobidan keyingi 45 yil dunyo iqtisodiy jush urib rivojlangan yillar, lekin Eronga nisbatan bu yillar tarixdagi eng axlat yillarga aylangan. Ayni yillardagi Pahlaviy xonadonligi garchi mustabid xonlik bo'lsa-mu, lekin u kuchli huquq ostidagi taraqqiyotni targ'ib qiladi. Sanoatga tayinib to'rtni cho'ngaytishni o'ylaydi. Lekin 1979-yil qurilgan Eron Islom Jumhuriyati genidilla iqtisodni taraqqiy qildirishni emas, diniy huquqni qo'llashni maqsad qilgan. Siyosat bilan din birlashib ketgan bundaq tuzilmada iqtisodiy siyosatning nishoni azaldan unum emas, balki kontrol qilish bo'ladi. 1979-yili Eron Islom inqilobi g'alaba qildi. Xomeniy taxtga chiqdi. U chaqda Eronda g'arb iqtisodshunosligini o'rgangan iqtisodshunoslar bor edi. Ular Xomeniyga pul paxalligini, mablag' silish unumini tushuntirdi. Lekin Xomeniy ularning taklifini iqtisodshunoslikni eshak o'qisin, inqilob qilishdagi maqsad qo'g'in tavozning bahosini tushirish uchun emas deb rad qildi. Uning bu danglik so'zi hargizmi chaqchaq emas, balki ideologiyaning iqtisodiy qonuniyatini butunlay inkor qilishi bo'lib, Eronning keyingi necha 10 yillik iqtisodiy taraqqiyotini belgilab bo'lgan. Bu mezgilda Eron iqtisodni butunlay gumron qiladigan mundaq ishlarni qildi. Birinchisi, boylikni musodir qilish. Agar siz Mansur Olsonning Huquq va gullanish degan kitobini o'qisangiz, iqtisodning gullanishidagi oldingi shartning bozor shaklidagi hukumatni kuchaytirish ekanligini bilasiz. Ya'ni, hukumat xususiylarning boylik huquqini qo'g'dishi kerak. Lekin Eron buning aksiga ish qildi. Yangi hokimiyat inqilob haqqoniyatni qo'g'daydi degan atoq bilan burungi xon jamiyati a'zolarining, kapitalistlarning, korxonchilarning mol-mulkini musodir qildi. Bu boyliklar musodir qilingandan keyin xalqqa bo'lib berilmadi. Diniy xayr-saxovat fondi deydigan bir organdan cho'nib kirdi. Bu organ atoqda xayr-saxovat organi, hukumatga bir kun boj to'lamaydi. Hukumat organlarining nazorati va iqtisodiy taftishini qabul qilmaydi. Faqat eng cho'ng dahiyning ligini olmaydi. Bu xayr-saxovat fondi tez suratda Eron iqtisodining 40% ko'lamini kontrol qildi va yomon oqibat paydo qildi. Bozordagi raqobat yo'q edi. Bundaq bir ahvolni faraz qilib beqing. Siz Erondagi bir korxonachi, ichimlik zavodingiz bor, lekin sizning raqobatchingiz bir mo'jam boj to'lamaydigan, shu davlatdagi eng cho'ng dahiyning ligini anglaydigan. Yomoniga esa oldingizga inqilobiy muvaffaqiyat atirtini ilib kelalaydigan bir xayr-saxovat fondi jamiyati. Siz ular bilan qanday raqobatlashsiz? Erondagi tunji qitimliq kapital va ixtisosli xodimlarning ketish to'lqini shu chog'da paydo bo'ldi. Eron sanoatining dardisini yuqori ko'tarishga mas'ul hukumat xodimlari, bir turkum korxonchilar bir kechada Erondan ketdi.
1980-yili Iran-Iroq urushi patladi. Bu urush Iran iqtisodini tugashtirayotgan bir urush bo'ldi. Lekin Xomeyniy hukumatiga nisbatan intayin yaxshi fursatga aylandi. Chunki urush mezgilida hukumatning boylikni bir tutash taqsimlash huquqi bo'ladi. Iran hukumati nayt asalla ashliq, benzin, hatto turmush lozimatliklarini taqsimlash huquqini qo'lga oldi. Iqtisod nuqtasidan bu unumni intayin tuvaladigan bir ish, lekin siyosat nuqtasidan nayt yuqori unumlik ish. Chunki yeydigan ichdiganlaringiz butunlay hukumatning qo'lida. Siz bu hukumatga qarshi chiqa olamsiz. Bu mezgilda Iran moliya qizil raqamiga tayinib urush chiqimini ko'tarib mangdi. Zag'irtilga aylantirsak, to'xtamay pul besib urush qildi. Iran Markaziy bankasining sonliq ma'lumotiga asoslanganda 1980-yillari Irondagi pul paxalliq nisbati 20% ga yetgan. Qurollarning qo'ldagi pul urush va pul paxallish sababidan kundan kunga pulga yarmagan. Texmi qo'rqinchli. Hukumat urush uchun askarga ehtiyojli bo'lg'achqa qo'g'ishqa rag'batlantiradigan bir yurish siyosatlarni yo'l qo'ygan. Xomeyniyning nishoni 20 millionlik cho'ng armiya qurib chiqish edi. Buning natijasida Iranning nufusi 80-yillari portlash xarakterida o'sdi. Lekin bu keyingi jamiyat ansizligining urqini chechib qo'ydi. 80-yildagi bovoqlar to'lqini tug'ilgan bu bolalar 20 yildan keyin Qur'oniga yetib amgak kuchi bosqichiga kirdi. Biroq Iranning iqtisodiy qurilmasi yakka. Xususiy tijorat tarmoqlari yigilab yo'qaydi deb qolgan. Bu yoshlar Qur'onga yetganda xizmat topolmaydi. Buncha ko'p ishsiz yosh tinish yuramdi. Ular Iranning jamiyat ansizligiga asosiy sababga aylandi. Biz doim nupus qizil bo'g'liqi deymiz, lekin xizmat bo'lmagan sharoitda nupus qizil bo'g'liqi nupus optiga aylanadi. Xomeyniy Iran iqtisodini mana shunday tugashtirib yetib mangdi. 1989-yili Xomeyniy uning o'rniga chiqdi. Lekin uning taxti muqim emas edi. Taxtni muqimlashtirish uchun qurol kuchiga tayanmoqdan boshqa amal yo'q. Xomeyniy inqilobiy muvaffaqiyat atrofini setib oldi. Bu atrofni qanday setib oladi? Albatta, ularning iqtisodga aralashishini qo'llash orqali. Shundan keyin Iran iqtisodiy 16 yillik g'ayri o'zgarish bosqichini beshini o'tkazdi. Bu jarayonda Iranning ishki zo'ntig'i bo'ldi. Uning birisi qurilish generali deb nom olgan Rafsanjani, yana birisi islohotchi deb nom olgan Xatami. Qaramoqqa bu ikkilisi iqtisodiy qurilish elib qolgandek. Amaliyotda bo'lsa, ular Iranning inqilobiy muvaffaqiyat atrofining shaxsiy mulkiga aylantirib etdi. Rafsanjani urushdan keyingi xarobachilikni o'ngishmoqchi bo'ldi. Lekin pul nerdan keladi? Hukumatning yanchiq qurib ketgan. Kim yo'l yasaydi? Kim ko'rik soladi? Rafsanjani Alvasti bilan kelishim tuzdi. U ulaslarni yasashni inqilobiy muvaffaqiyat atrofiga o'ttirib berdi. Ular topgan puli bilan o'zining harbiy chiqim masalasini hal qildi. Yo'l bilan ko'rik miyosladi. Shunda qilib shakli o'zgargan g'ayri maxluqdan birisi paydo bo'ldi va tez suratda cho'ngaydi. Inqilobiy muvaffaqiyat atrofining ostidagi Xattimal Anbiya qurilish shirkati asli bir ko'rik yasaydigan kichik shirkat edi. Keyin nayt tezda Iranning qurilish sohasini emas, neft, gaz, telegraf sohalarining hammasini monopol qilgan cho'ng guruhga aylandi. Ironda aslida oz qolgan xususiy shirkatlar bozoridan to'liq siqib chiqarildi. Keyingi bir dokladda ma'lum bo'lishicha, inqilobiy muvaffaqiyat atrofining ostidagi shirkatlar o'tiga olgan hukumat turlarining hech qaysini to'xtam tolish raqobatiga qatnashib olgan emas ekan. Bu mezgilda Ironda urush to'xtadi, lekin fuqarolarning jon beqishi burunqidan paslashib ketdi. Barliq savdo fursatlarini harbiy forma kiyganlar monopol qilib bo'ldi. Qiziq yeri fuqarolarning emas, hukumatning yanchiq quruq edi. Chunki inqilobiy muvaffaqiyat atrofining ostidagi shirkatlar boj to'lamaydi. Hukumat fikrim nerdan kirdi? Shunga Iran hukumati tashqi birot zapasini qurib ketishning dardidan raso topayotgan edi.